Hech bir foizsiz 20 million so'mgacha olish mumkin desam ishonasizmi? Bu real imkoniyat. O'z biznesingizni boshlamoqchisiz, lekin mablag' yetmayapti. Bunday paytda davlat kambag'al oilalar reyestridagi fuqarolarga sudda taklif qilyapti. Hech bir foizsiz, lekin qaytariladigan yordam sifatida. Eng muhimi, sizga naqd pul emas, kerakli asbob-uskuna beriladi. Masalan, motokultivator, mini traktor, hatto kompyuter ham. Sudda miqdori 20 million 600 ming so'mgacha, muddati esa 6 oydan 3 yilgacha. Ariza berish ham oson. Online mahalla.uz saytiga kiring, ma'lumotlarni to'ldiring, qolganini mahalla va hokim yordamchisi ko'rib chiqadi. Ijobiy bo'lsa, SMS orqali havola keladi. Mahsulotlar qanday xarid qilinadi deysizmi? Birinchisi, smartmarket.uz saytiga kirib, kerakli asbob-uskunani tanlaysiz. Ikkinchisi, tanlangan asbob-uskunalar savdoga chiqariladi. Uchinchisi, savdo yakunlangach, 3 tomonlama shartnoma imzolanadi, ya'ni fuqaro, ta'minotchi, jamg'arma. Barcha jarayon yakunlangach, uskunalar 3 kun ichida uyingizga yetkaziladi. Batafsil ma'lumot uchun 71 kodi bilan 238 69 00 raqamga qo'ng'iroq qiling. Imkoniyatni boy bermang, suvda oling, tadbirkorlikni boshlang va o'z daromad manbaingizni yarating.